Abu Ali ibn Sino bobomizdan qolgan sizlarga bugun ajoyib retseptni o'rgataman. Artrit, artroz, ko'ksa artroz, suyak yimirilishi, hattoki grizhalarga ham foyda beradigan 3 xil giyohni aytib o'taman. Bu giyohlar o'rmon qora, sabelnik, qora andis. Bu giyohlarni qanday taxlashni o'rgatishimdan oldin siz meni qayerda va soat nechida kuzatyapsiz? Kommentariyada yozib keting. Xo'p, har bitta aytib o'tgan o'rmon qora, sabellik, qora andis giyohlarimizdan 150 grammdan olamiz. Kofe molkada to'lig'icha kukun shakliga kelgunicha maydalab olamiz. Maydalab olgandan keyin esa har kuni 200 ml suvga 1 choy qoshiqdan solib 2 mahal ichasiz. Taxlab olgan giyohlaringiz 150 gramm taxlab olganingiz tugaguncha bir kurs hisoblanadi. O'rtada yana 20 kun, bir oy tashlab turib, yana bir marta shu kursni qaytarsangiz bo'ladi. Nasib bo'lsa, men sababchi bo'lib qolaman. Shifo Allohdan. Salomat bo'ling.